Ular mana Sardorga Oktagon ligani chempioniga Cobalt sovg'a qilishdi. Bu bola o'zi Jizzaxdan, Paxtakordan, lekin Olmaliqli klubdan sovg'a bo'lyapti. Endi mayli, yomon gapirmaymiz, lekin xudo xolisa umid qilamiz, Sardor Jizzaxga borganda, Paxtakorga borganda bir biznesmen akalarmi, bir hokimlarmi, bir boshliqlarmi, hatto bir diplom berib, yuzligiga kirib rahmat aytib qo'ysa, Oktagon ligani chempioni bo'ldi. Jizzaxda Paxtakorda nechta chempion chiqqan mana. Endi dostojnilardan bittasi. Cobalt berildi, Olmaliqda berilyapti Jizzaxlik sportchiga. Endi men ko'p narsa bera olmayman. Mana sizga testdan olib kelganman. O'zi oldin bloklab berardim, blok berardim bolaga, keyin bilsam juda qimmat suv ekan. Shuning uchun lekin sizga blok bor, bitta blok tashib ketamiz. Endi qo'ldan kelgancha, Jizzaxlik akalar endi nima Jizzaxda boyvachcha xo'ja akalar ko'p. O'zi bu skromniy bo'ladi, gapirmaydi, gapiraylik desam yo'q deydi. Xullas, baxtga keting, Olmaliq klubi mana Sardorga sovg'a qilishdi. Oktagon ligani 66 kilolik chempioni. Xudo xolisa, hali UFC'ga ham chiqadi. Inshaalloh. Juda skromniy bola. Intervyu bersam bermaydi. Endi bo'ydan keyin sal gapirtirdik. Xudo xolasa, Xudo xolasa. intervyular qilamiz inshaalloh aka. Endi xudo xolisa bosamiz endi. Endi gapirsa bo'ladi. Endi gapiramiz. Atak Jizzaxga men birga boraman. Bormi akalar chiqadigan? Kel Sardor biz shu yerdamiz degan. Albatta, brat. Xudo xolisa.